Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sog'-omonmisizlar? Mana bugun zardoldan kompot yapyapmiz. Mana qarang kattaligini buni. Katta. Asosiysi juda shirin. Bankalarga ham sekin joylayapmiz mana bu bankalarga. Hozir bunga shakar solib olamiz. Jarayonda ko'rsatib boraveraman. Mana bu chashkada mana bir chashka shakar solyapman. Mana 3 litrligiga 1,5 ta, 2 litrlik bankaga bitta. Nimani men 150 grammi. Zardollarni bankaga solganimizdan keyin mana 10 minut qaynatib olyapman mana shu sos. 10 minut. Keyin yopib tashlaymiz. 10 minut yetadi. Mana kompotlarimiz tayyor bo'ldi. Bularni endi o'rab olib qo'yamiz. Qaynatib oldik qozonda 10 minut.